Ay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkil için imkan fakat akil Vay ikil bilem pemdur İgem yorayi abi Ay ölmeydiğen kim var ya Assalamu alaykum, hörmətli televizor köykçülər. Erik televiziyasiga xoş gəldinglar. Bugünkü Hayat Şahitler programımızda Rusiyanın Sankt-Peterburg şəhərində yaşap turuyotgan Uyghur ziyalisi Emracan Amrak efendimizin hayatını sizlerge tanıştırıp ötümüz. Diqqətinizlər ekranda bolsun. Benim ismim Emracan. Dadamın ismi Yetaxon. Onun dadısı Mansur. Onun dadısı İslam Niyaz. İslam Niyaz buvay. Şu aldığımız köş vaxtıda Seyit Muhammed Qaşıda bilen şu Bay Seyit'teki Malvay degen yeri kelip şurada orlaşkan ki 1882 yılı. Dadam bolsa 1925 yılı şu Malvayda tug'ilgandi. 5 yaş vaqtida yana qaytadan vatanga chiqib ketimiz deb vatan tarafga manganda Xonxay degan yezig berib asha to'xtab qolibdi. 30-yılı. Şunun bilan Xonxaydan Yerkatga keldi. Yerkatga kelib, Yerkatda turdi. Taldiqo'rg'onga berib kombaynerlikni o'qiydi. Shundan keyin 43-yılı buni armiyaga olib ketdi. Ulug' Vatan urushi boshlanganda. Armiyada Sverdlovsk degan yerda zavodda ishlaydi. Kranovshik bo'lib. 46-yılı özünün məclisiga Yerkatga qaytib keldi. Atasına qarşı Yerkatga qaytib keldi. 47-yılı öldü. Ben 53-yılı doğuldum. Ben 60 yaşa geldim. Birinci sınıfqa bağa vaxtida şu vatan uruşuga qatnaşqan Adilov Imerjan degan muallim bizga saboq berdi. Şu muallim şu so'qish vaqtidagi qiyinchiliklar to'g'riliq özünün şu so'qish qatnaşqan tarixini so'zlab beradi bizga har doim. 8-sınıfni tugatgandan keyin agronomlik o'qishni o'qiyman deb Taldiqo'rg'on shahriga bordim. 4 yil o'qib agronomlikni tugatib, Maliga kelib, bu yerda ishladim 1 yil. 75-yılı Jezqazg'on oblasi içildi-de. Burun undaq oblasi yo'qdi. Adam kerak bo'ldi-da, men bo'yicha. Aşağıda Gidromet observatoriyadaymiz. Havo rayini tekshiradigan nimaga meni aşağı taklif qildi-da. Aşağı ketdim. Yerda 6 yil ishladim. Şu 6 yil ichida Leningraddagi elektrotexnikalik institutda o'qidim. Bu yerdan radio injenerlikni taxallusini oldim. Nima mamanlık, radyo injener. Şundan keyin bu Leningrad şəhəri mənə şunçalik bundan yıqımlıq görünüb ketgandan keyin tügütüb kelib 3 yıldan keyin aşağı köçüb ketdim. 1982-yılı Leningradga köçüb ketdim. Şundan beri şu Leningrad turuyatman. Siz Qozog'iston tug'ilgansiz? Kazakistan'da Yerkat tevesi doğuldum. Küçük çıkan yerisi de. Aşağıda doğulup aşağıda üstüm. Şu 16 yaşımda aşağıdan çıkıp ketken. Жылдық беріп тұрман, ағайындарыммен ұшырышымен, рұтқаланы аралаймын. Мана әнде дәмелес шыққандан кейін әр жылы келіп жатырмын. 3 ай 4 ай тұрып кетемін жаздың күні. Siz vatanga
berip baktыңызбы yoki berishni arzu qilib baktыңызбы? Bu vatan nasiblendirdi biraz. Vatangi men 1991-yili, 93-yili 3 qitim bordim. Guljiga bordim, Ürümchiga bordim. Başqa yerlarni aralamadik. Biz hukumatning ishi bilan borgan. Yarmarkaga chaqirgan bizni. Shu yarmarkaga bordik. Endi vatanning havosi bizga endi shu shunchalik yiqimliq bo'lib ko'rindi-da bizga. Bu shaharlardan nimalarga borgan, vatanga borgandiki shunchalik ta'sir qildi-da vatanning havosi, odamlari, Uyg'ur hamma yerga borsang Uyg'urcha so'zlayotgan, Uyg'urcha tomoq pishirayotgan. Biz Rossiyada yurib bunday tomoqlarni ko'rmaymiz. Keyin men 50 yoshga kelgan vaqtida menga bir internetga chiqadigan modem deymiz-ku. Shu modemni bir og'aynam taqdim qildi-da. Sen bir Uyg'urning tarixi shunchalik nimake, zo'rke. Ashuni endi menga bunday bir nim bo'ldi-da. Talchoqdaymiz endi Şunun bilen ben Uygur'un tarixini endi özüm izlep internet sayt açtım. Uygurca, Orusça, bizning Uygur yazıqda yazılgan 3 tal sayt açtım. Sayahatçı deb sayt açtım. Saytlarını içip Uygur tilini ügünüş, Uygur tilini tayak qilish. Aşı Leningradda turayotgan, Sankt-Peterburg turayotgan 30-40 oila bor. Ularni yig'ib, ular o'zlari endi yig'ilib meni ashaga yigit beshi sayladi. Shundan keyin biz har yili yig'ilib ona til kunini o'tkazamiz. Do'ppa bayram kunini o'tkazamiz 5-may. Oldingi yili Lutfullo Mutallibning 90-yilligida Lutfullo Mutallibning hayoti to'g'riliq leksiya o'qidik. Uning rasmlarini yo'qotib, ashadagi Uyg'urlarga taqdim berdik. Endi bu tarixga kelsak, shu burungi ko'ch vaqtidagi shu Yarkatga qancha odam ko'chdi, Aqsuga qancha odam ko'chdi, Baysit, Qoramlarga qancha odamlar ko'chdi, ashlarning hammasining tizimini yig'ib bir yerga e'lon qildik. Endi u kerak bo'lsa, uni topqili bo'ladi ekan, izlagan odam topadi ekan. Mashhada bizning bir akamiz bor, o'zi burun televiziyada ishlagan diktor bo'lib, u kishida nurg'un materiallar bor. Endi mümkünçilik bo'lib qolsa uni ko'ramiz, u kishi bilan uchrashamiz. Siz Ketelde tug'ilib Uyg'urchani qanday ma'lumotlar, maktablar bormisiz? Qanday saqlab qola oldingiz? Uyg'urchani men 8 yil Uyg'urcha o'qidim. Undan keyin O'rischa o'qidim. Endi oq sut bilan kirgan ona tilini unutilgan degan bo'lmaydigan ishda endi bunday aytganda. Ona tilini unutgan bo'lmaydi. Biroq mening uydagilar Uyg'ur emas. Ayolim Belarus. Cho'ng qizim so'zlaydi Uyg'urcha. Keyin o'g'lim ancha so'zlamaydi, bilmaydi. Endi tug'ilib O'risning orasida yurgandan keyin u ancha bilmaydi. Endi ko'ngliga bir nima tuyg'u bir paydo bo'lsa, so'zlab ketadi deb umid qilamiz endi. Kichik vaqtida endi biz sarada o'sdik-ku. Biz nima ko'rdik, hech nima ko'rmadik. O'rislarni ko'rsak qachatdik. Gapni rosti. Ana o'risga o'tib biz qachatdik. O'zimizning shu malda aralashib yurgan odamlar bilan aralashib yurdik. Nima deb qachatdinglar? O'rislarni qo'rqatdik-ku biz. O'ris so'zlaganini bilmabdik. Sabab nima qiladi bular? Hech nima qilmaydi. Shu qo'rqib qachatdik o'rislar. Ana o'ris mas o'risga o'tib, biznikilar aroq ichmaydi, o'rislar aroq ichadi-ku. Mas o'risga o'tib desa qachatdik. Uyg'urlar ichmaydi aroqni. O'rislar ichaydi. Keyin cho'ng bo'lgandan keyin
өтіп кеткен уақыт келмейді ғой кейінге. Енді қандақлы уақыт болсын, өзіміздің тіршілігімізді қылып жүріп жатырмыз. Пәрқіні мен анчы сезбеймін. Мәшәге келіп, мұшы ұйғыр тарихы білен шұғылланғандан кейін ұйғыр рәссамлары білен тоныштым. 10-ға якын ұйғыр атақты рәссамлар бар, академиклар бар оның ішінде. Ұйғыр культуролог, мәдениет деген кандидат алды, Акимжан Гулиев деген рәссам. Шу рәссамлар білен ұшырышып, мына 7-8-10 күнше ашлар білен аралашып жүрдім, интернетлағы рәсімдерін шығарып атыма. Рәссамлар білен 2 жыл бұрын Байсейіт езісіда Шәмси деген рәссамның өйге апырып хатири тақты орнаттық. Шынылға қатнаштым. Яш рәссамланы пленер өткізіп, рәссамла оқуғычыларға yol yoruq көсілген артақ мәселелерін алдығы қойып, уланы қыватыды рәссамла. Бил ұйғыр нахиясыдегі Ақтам деген езге беріп, үйеді Марис Сейтахунов деген рәссамның өйге хатири тақты орнытып, үйеді мәктәпті çoğun faaliyetini ötküzüp geldi bula. Onunla katnaştım. Bunu hazır kep Uygur tarihçileri, kitap yazgan adamlar bilen tanıştım. Alımcan Bavdinov, Ahmetcan Haşeri, Kasımcan Mesimi, muş tarihçiler bilen uçraştım, sohbetleştim. Kitaplarını aldım. Endi Allah buyursa o kitaplarını okuyman. O bana bir nimede endi. Menin izini atkan, tarih doğruluk izini atkan, aldı koygan meselelerini iş için aşı adamların emekleri bana payda kıldı da, yardım kıldı. Bu duygu 50 yaşından ötkenden keyin kelgan adamga 50 yaşgacha biz işlepla hukumatning ishi bo'lgandan keyin shu ish bilan shug'ullanib boshqa nimani o'ylamabmiz ekanda. Keyin bu ishlarni ichimizdan qaynab chiqqandan keyin oyoqda bo'layotgan voqealarni ko'rib, anglab, shundan keyin izlanayotgan masalalar bu. Uyg'urga har kim o'zining qo'lidan keladigan ish bilan yordam qilsa bo'ldi. Sen bunu qil deb aytishga bo'lmaydi. Sen yozuvchimi? Yoz. Sen mashina haydamsan, hayda, undan hayda. Sen ximiyani o'qamsan, undan o'qi. Shu har odamning o'zining qo'lidan kelganini undan puxta qilish kerak-da. Shu vaqtida men unda qildim, men bunda qildim deb nim qilmasdan, menmanchilik qilmasdan, qo'ldan kelganini teptish asta ishlash kerak. Men shuni qilyapman. Mushu Uyg'urning 62-yildan beri 1962-yildan mushu ikkinchi ko'ch deymiz u. Shundan keyin o'tgan Uyg'urlar bilan aralashgan, yomon qiyinchilikni tatgan u yoqda deb so'zlab kelganlari bor. Endi ularga biz qanday yordam qilamiz? Hech qanday yordam qilmaymiz. Aslanning beshidan o'tganlarni so'zlab beramiz, deb beramiz. Hozir mana internet bo'lib ketdi, kitobni hech kim o'qimaydi ancha. Hammasi shu internet orqali shu internetni foydalanib, shu yosh o'quvchilarga, maktablarga berib, internetning mandaq foydasi bor, mandaq bilimlarni og'il bo'ldi deb shu yosh bolalarga ashuni yetkazish uchun tirishyapmiz. Hozir bizda Mashhadda bir
Yadikar degan bal var. Bu bala Gülsüm Appak degan ayolning o'g'li. Shu endi internet orqali internetni qanday foydalansa bo'ldi yosh bolalar. Maktablarni aralab, ashlarni o'g'itishni, nimalarni qayerdan izlash kerak, shularni ko'rsatishni oldiga maqsad qo'yapmiz. Yadikar bilan birlashib. Endi u amalga ishib ketsa, mana bu yaxshi bo'ladi. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi Hayot shohidlar programmamiz mushada yaqinlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq sonimizni ko'rishaylik.